Voy! Bo'ldi, ko'rishamiz hal qilaman. Voy! Menga qarang, kalli momi turgan mashina uradimi? Hech Aka, iltimos, faqat gay chaqirmang. Odamlarni mashinani minib chiqdim. Ha, adam mashinalariga mayli. Biz ham yosh bo'lganmiz, seni tushunaman. Mashinani o'zim qildirib ola qolaman. Faqat xitob bo'lib yetib olgan. Xo'pmi? Rahmat aka. Aka, men xijolat bilan keldim oldingizga. Hop, eshitaman. Kunlar sovib, gazlar ham yopiq. Uni ustiga yaqinda mashinani motordan olib chiqdim. Ustiga yetmagandek, mashinani ham 4 ta baloni kal. Undan tashqari bu yoqda ro'zg'orim bor. Shunga bu oy arendani olib kela olmadim. Ozgina qiynalib qoldim aka. Agar yo'q demasangiz, keyingi oy bitta qilib yopib bering, iltimos aka. Ha, shunaqa deng. Bo'lmasam siz hozir ketavering. Meni bitta uchrashuvim bor edi. Bu temani siz bilan kech payt gaplashamiz. O'rtoq kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, nima xizmat? Shu sen og'ayni boya bir palakat bo'lib mashinamni urib oldim. O'shanga bitta-ikkita boradigan zaril joyim bor edi. Yo'q demasang agar mashina so'rab keluvdim. O'rtoq, nima deganing bu? Mana mashinani kalti. Bemalol ishingni bitirib kelaver. Rahmat o'rtoq. Hozir ishlarimni bitirib qaytarib olib kelveraman. Boringga shukr. Bo'ldimi? Ishlaringni bitirib oldingmi, o'rtoq? Rahmat o'rtoq, hamma ishlarimni bitirib keldim. Men mashinani kaliti ancha qiynalib qolibsan. Nimaga bir og'iz menga yetmadi? Shunga bu oy arendani olib kela olmadim. Ozgina qiynalib qoldim aka. Agar yo'q demasangiz, keyingi oy bitta qilib Meni ko'rib xijolat bo'lib qolmasin. Chiqib ketguncha bu yoqda o'tirib qolaman. Oy, bismillahirrohmanirrohim. Ha, og'ayni kutib qolmadingmi? Ha, yetgancha. Hozirgi bola kim bo'ladi senga? Namuncha qolib ketdi? Ha, umi arendaga mashina olgan. Oddiy klient. Ha, shunaqa degan kursdosh. Gaplaringni eshitib qoldim hozir. Yana emas, yoshlikdan katta bo'lgan og'aynim bo'ladi. Bir og'iz sharoit haqida indamabdi. Agar qo'lingdan kelsa, ozgina sharoitni tushunib tur. Iltimos, kursdosh. Sen aytasan-u, men yo'q deymanmi, kursdosh? Bo'ldi. Bir og'iz gaping. Yo'q demaganingga rahmat. Uni buni qo'y. Oldingi nima ekanganim ham esimdan chiqib ketibdi. Boy bitta Termiziy boshdan orqasiga kelib urdi-da. Shuna tushib qarasam, o'zimizdan yoshligimizga ko'zim oldiga kelib ketdi. O'shanga jigar, ozgina ko'nglim bo'lmayapti. Yaxshiroq mashinam bo'lsa, o'shani alishtirib yuborib keluvdim oldingga. Matchiga qancha qo'yamiz aka? Aka shoshmang, bering 80. Matchiga poli 92 qo'yamiz. Ne aka? Xo'p bo'ladi. Ha. Aka, bu matchiga qanaqa moydan qo'yamiz? Aka, yaxshisan qo'yib bering. Ha, aytganchalik to'plini, moplini filtrlarga qarab, yana kam ko'st bo'lsa qilib bering. Og'ayni maza qilib qaytasin. Xo'p bo'ladi aka. Rahmat aka. Voy brat. Voy brat. Labbi. Eshikni tagida bitta match turibdi aka, o'shanga balon taqib bering. Ikkita oldigami? Yo'q aka, 4 ta kaprik, yaxshisan taqib bering. Qishda og'ayni maza qilib qaytasin. Xo'p bo'ladi aka. Rahmat. Yana shuncha dard bilan kulib turishingni qara do'stim. Hozirgi kunda hammani dardi o'ziga yetadi. Dardimni aytib, seni ham yuragingni siqmaydi-dim, do'stim. Hayotda qiynalib qolganingda goh eng shirin nonini ilinadi do'st. Oyog'ing ostiga tutarkan chiroq yo'lsiz qolganingda bilinadi do'st. Nozik sirlaringni qilmaydi oshkor, yiqilsang yoningda bo'lar madadkor. Vujudingga tirgak, jismingga mador, qo'lsiz qolganingda bilinadi do'st. Hayot tortqilasa, sabab besabab, alamlar yo'llasa, bir senga atab. Qisqasi aytaman, erkakcha bir gap. Pulsiz qolganingda bilinarkan do'st. Do'stim, men uchun seni puling bo'ladimi, puling bo'lmaydimi, har qanday holatda yoningdaman. Shuni bilib qo'y. Hech qachon o'zing yolg'izmanni his qilmagin. Seni yoningda menda do'sting bor. Seni yaxshi ko'raman do'stim.